Hayatım, ben şu cığı telefon kılayken benim zade çıdıgılcıkım kalmadı ey. Hede ilim kançıkın soruladınla üylerde. İlim odamın çıkılar gelip apam ölüp kalayla kaldım ayını sonup. Şu cığı telefon kısam mənle telefon kılayken oldu. İşte ahırlasına kançı pul ketmemdi o. Pulga bir ölüp kalmaganken apam işkime sonup öley deydi kalay. O demayım yedi. Dadam çıkamadı terik beyedi. Bizine tılatı da yedi. Şu cığı yaki bir işkilip birisiga telefon kılayken ya bir ula yakın siz bizga yordam qilsiz. Sizlar zat qo'ymaysizlar kadimi odamning ajrini shu uyda so'lab o'tiradi o'xshaysizlar odamlarni sizlar. Opam ishimiz topshiriqimiz ishlamayotgan et deganda soat 7 qo'yib ma bir narsani olamsa hozir olmasanglar yiltirib olamaysizlar deysizlar topshiriqni ishlab bo'lgankin orom bir qo'shqim sochqanda yayla desak sizlar bermaysizlarki vaqtida ilmlarda dars ishlagan odamlar qanday qildi yuz kelib turib yemayotidi ilm biz och qoldik uyda hech nima yo'q ko'mim qolmadi ko'mini oyab pishirtyapmiz kedik ko'mirlarni ilm hech nimamiz qolmadi ya biz topshiriqni ishlaymiz deb hech nimamiz qolmadi bizni oran pulimiz yo'q dexe sizlarni yana bir ish sizlarni bir nimlaringlarga sayko'shtatgan yana bir ish edi bu biz so'langanlikdan bizni amma dadimiz chiqib saran bo'lib ketib bormiz uyda non olsak go'sht yo'q go'sht olsak guruch yo'q guruchni olsak opamdan telefon tinchi bo'lgan tinchi telefon aranlashganda hey meni dadamning telefoni tinchi o'qiyotgan ishqilib bizni chidiq qo'yishimiz qolmadi qancha pul ketmamdi oy ilm mushu chiqimdan biz o'shib ketdik chiqimlarga uyda so'langlar chidanglar deb ketib borsizlar shunday hamma qo'lda chidab turdik iylik vaqtlar chiqishlar undoq qilsinlar bundoq qilsinlar deb mallarni yutimiz deb ochdinglarmi oshlarni mallarni ochdinglarmi yolg'on gapni qarang man sizlarga deb qo'yay yolg'on gapni quyib demanglar matubdi mening ochig'im kelib portlab ketay deb qoldim men rost chidiquvchi qolmadi mening yo bir ishdan ichib yotmaysizlarki ichib yotsanglar men bir shu maktabga berib o'qiymanman mening o'qiyman men bir tal lahva emas men o'qiydigan odamman bir portlab ketay deb qoldim mening ochig'im kelib maktabga boramag'am yani opam menga bunda deydi sen cho'qinroq maktabga borsang bo'ladi deydi muallimning uyiniga boray desak sizlar ishlarni ochmayapsizlar opamning ajridan burun o'ltirib yutamsizlar sizlar nima maktabga borg'izmay yo maktabga borg'izmaysizlarki yo ishini ochmaysizlarki maktabga bormasni bo'pti lekin nimashga ishlarni ochmaysizlar 来抖音极速版看视频